Nodir aka, assalomu alaykum. Ya, Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalay ishlar? Yaxshi, rahmat aka, charchamayapsizmi? Uzunmisanlar? Ha, Hozir bir yaxshi, daqiqa. rahmat. Nodir aka, yangi mashina olibsizmi? Ma'ro bo'lsin Ya, mashinalar. rahmat. Bugun olib chiqdim. Ha, zo'r mashina ekan. Biz ham shu aka mashina olish harakatida yuruvdik, faqat shu pulim sal kamroq, ikkilamchi bozorga borib, sal yurgan eskiroq mashina olmoqchi edim. Naqd pullaring tayinmi? Naqd pul yonimda aka, faqat shu sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'zi shunaqa narsalarni yaxshi tushunasiz. 1-apreldan naqd pulga mashina olib bo'lmayotgan ekan, shunga boshimiz qotib turibdi, nima qilishni bilmay, shu birga borib, agar vaqtingiz bo'lsa, shunaqa qarashib olsangiz. Xo'p, bo'lmasamchi, bitta ish qilamiz. Hop, 1 soat, 2 soat vaqt ajrataman-da, mashina bozori o'ziga tushib, pulingga to'g'ri kelgan mashinani tanlaymiz. Bo'ldi. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi. Ketdik bo'lmasa. Rahmat. Mana mashina bozor, mana bu yoqda notarius. Bu yoqda yonida mana bank. Naqd pulingni bankka topshirasan. Notarius tasdiqlab beradi uni. Tasdiqlagandan keyin ko'nglingga yoqqan mashinani mana shu yerda o'zidan xalq ketsang bo'ladi. Ikkilamchi bozordan xalq qilsang bo'ladi. Bo'ldi aka, bu yog'ini sizga ishonaman o'zi Nodir. Nasib bo'lsa, menga o'xshagan yangi mashina ham nasib qilib qoladi. Bo'ldi aka. Nima deysizlar? Bo'ldi. Ketdik, qani aylanamiz. Mashina bizga ma'qul bo'ldi. Kelishilgan narx bo'yi sizga hozir bankdan o'tkazib beramiz. Buni notarius orqali tasdiqlatamiz-da, mashinani baraka qilsin. Bo'ldi. Nima deysiz? Mashina bizga ma'qul bo'ldi. Nima deysiz? Baraka qildingmi? Escrow hisob raqamiga mashinani haqiqat pulini qo'ydingizlar, rozimisiz 55 millionga? Ha, rozimiz. Bo'ldi, tegishli hujjatlarni beringlar, hozir 6 soatda bitimini rasmiylashtiramiz. Bo'ldi.